hozir birgalashib 1 billion dollarga qaysi organimizni sotishimiz mumkinligiga birga qaror qilamiz. Pochka. Mumkin. Qo'l. Yo'q. 8 ga qo'yaylik. Mumkin bundan muhimroqlar chiqadi. Til. Tilsiz bo'lsa 4 ga. Oyoq. Yurolmasam menga kim qaraydi? Tualetga kim boradi? Bu muhim. Quloq. Men quloqimni sotib yuborardim. To'g'risi. Klient topish kerak faqat. 3. Burun. 7. 6 qilaylik. Appendisit. Ko'z. Hech qachon. Shaxsiy joy. Hech qachon. Uni o'rniga boshqa narsa berishadimi? Uni o'rniga nima berishadi? 1 billion yonida anu narsani ham berishadimi? O'ylab ko'rish kerak. Mayli, yo'q deylik bunga. Tish. Tishni 1,5 millionga ham sotib yuboraman. Mana. Sizchi, siz ham qilib ko'rdingizmi? Siz qaysi organingizni sotardingiz?